Assalomu alaykum. Kabutar ishqibozlari, parvozlar yaxshimisizlar? Sizlar bilan men Sharxon tumanidamiz. Buncha bo'sh o'dim og'zingizda syomka qilay deb chiqdim. Mana boshdan boshlaymiz. Yerda mana oq bor ekan. Aka bu modami bu? Oq moda ekan. Nech pul ekan bu moda? 800 ming so'm narx aytyapti. Uyda bormi yana sotiladi ekan shularda. Shu xolos. 800 ming so'm ekan narx. Separalashgan. Shunda bor ekan. Yerda mana. Sizlar. Bu nar shekiliga mana. Nar ekan. Uchumalar ha bular. Nech pul ekan uchumalar? 100 mingdan. Qo'ylar qanaqa bo'lardi? Ne soat tushyapti bular? 2 soat, 3 soat. Uyda ham bormi yana sotiladi ekanlar. Mashina xolos. Qiziqqanlarga nomer aytamizmi yo yerda sotib olamizmi ularni? Shu bozorda sotilar ekan, mana shundagi oqlar, qiziqqanlarga chiqalar xolos bular. Oqlar qora xatga, qizil xatga. Qizil xatga modami? Bor ekan. Ro'shan. Qizil xatga nech pul ekan bu? Moda. Kimdan, sizdanmi? Egasi yo'qmi? Egalari yo'q ekan bularni. Oddiy kaptarlarda oqlar bor ekan bu yerda mana. Buylar, yampar, moda ekan bu. So'g'il ekan mana. Ballari ham mana toza ekan ko'ringlar. Mashina yaqindan bir olaylik, mana shu ko'ringlar mana pochta nar. Oyoqlarni ko'ringlar mana. Qaqara olyapti aka. Buni nech pulga qilib beramiz buni? 200 dollar. 200 dollarga mana tayyor nar ekan. Modasi bu o'zi yaqin ishlagan ham shekilli nari. Og'izlari ham. Alohadaga nomer aytamizmi qiziqqanlarga? Bozor sotamiz. O'sha yerda hozir sotilib ketadi. Sizda chiqadi, sizda bor. Buni savdosi bo'lyapti hozir. Savdosiga barakalasin. Xo'sh, bu tomonlarga ham o'tamiz. Bu yerda mana oq juvona bor ekan. Kimdan, sizlardanmi aka bular? Sizdanmi? Oq juvona chiqibdi. Nar chiqsa kerak aka bu. Nech pul ekan bu juvona? 700 ming so'm ekan. Uyda ham bormi aka bulardan, kamparlardan? Sotiladi ekanlardan. Telefon nomeri aytamizmi aka? Qiziqqanlarga nomer aytamizmi? Yo'q, vashitda sotamiz deyapti, shular bor ekan. Oq juvona. Bu yerda mana uchumalardan bor ekan mana. Aka. O. Kaptar bozoridami? Qizil xatga, Sizdanmi aka bular? Sizdan. Nech pul ekan xatchalar? 100 ming so'mdan ekan. Qanaqa uchyapti aka bu qizil xatchalar uchishi? Nech soat uchyapti? 2 soat uchyapti bular? Hozirgi paytda 1 soat uchyapti ekan bular. Oddiyroq o'rtachalardan uchiraman deyapti turganlar. Uyda ham bormi aka o'zimiz Andijon parodalarda, uchumalarda? Sotiladi ekan, uyda ham bormi yana? 2 soat o'ynab ketganlar bormi? Bor, tezliklardan bor. Tezliklardan ham bor ekan. Telefon nomeri aytamizmi aka qiziqqanlarga? Telefon nomerimiz yo'qmi? Telefon nomeri yo'q ekan deyapti. Mana Sharxon bozoriga kelib olasizlar, mana shu yerda sotar ekanmiz. Oddiyroq uchumalardan bular. 100 ming so'mdan ekan narxlari. Mayli sog' bo'ling. Novotlar, sochlar bor ekan. Juvonalar. Novotlar aka 1 yosh shekilli bular ham. Yo'q, Alohida ekan. 100 ming so'mdan ekan. Juvonalar. Aka uyda yana sotiladi ekan, ular bomni ovqatlarda. Shular xolos.
Xudo bor ekan. Bu aka oldisi buni sochlar. Ana aka pul qilishyapti. Chiroyli ekan-a? Chiroyli ekan. Bir to'lovda bu ham ancha kelib qoladi joyiga bu ham. Video qo'yib qo'yasiz. Yerda mana oqboshlar bor ekan. Bolalar. Kimdan ekan oqlar? Oqboshlar. Necha pul ekan bular? 500 ming so'm ekan mana. Chiroylilar ekan oqboshlar. Bu bola ochyapti, ishlayaptimi bu? Juda ham bormi ulardan yana? Sotiladi ekanlardan. Bitta shundan qoldi. Nomer aytamiz qanday edi? 99lik 431 4253. Telefon qurasizlar. Narlar ekan, chiroyli nar ekan, gap yo'qlar ekan. Ko'ringlar mana. Tumshuqlari ham kalta. Ko'ringlar mana yaqindan. Chiroyli narlar. Yerda mana oqlar ham bor ekan. Bular juftmi bular? Juft. Malonlar bunisi mod ekan-a? Oqlar. Mana oqlar so'raganlar. Bular necha pul ekan bular? 1 million so'm narx aytyapti akamiz bular. Oq ko'z, oq tumshuq, oq jiyalar ekan bular. Uchubalardan bormi aka bularni uchirib turganlaringizda? Sotiladi ekan uyda. Telefon nomerini aytamizmi aka qiziqqanlarga? 94lik 468 20 aka telefon qilaverasizlar. Oqlardan, shulardan bo'lyapti. 2 soat tushyapti aka o'yna. O'zimiz Andijon katta. Andijonlar. Andijon kattalar bor. Hozirgi paytda 3-4 soat yuryapti. Hozirgi paytda 3-4 soat yuryapti akamiz. Telefon qilaverasizlar aka. Sog' bo'ling. Yerda mana oddiy uchmalardan mana oq haykallar. Yerda ham mana oqlar bor ekan, sochlar bor ekan, baking havaslar ham bor. Yerda mana qapas kaptallarda ushlagani. Bular necha pul ekan bular? Kimdan ekan bular? Bu 40 minglar. 40 ming so'm. Izlashga qilingan. 40 ming so'm, 50 ming so'm. 50 ming so'm. Salom alaykum. Yengil chiqadi-da. 50 ming so'mdan ekan, bular 40 ming so'mdan ekan. Setkalari 2 qavat ekan. Zalasasi bor. Zallasa nimada haliga qisib qolmaslikka zaylamaydi. Osh sekkandan sal yengilroq deyadi bunga qaraganda. Maqsa beraverasiz o'z chiroyli qilib profilga. Telefon nomer necha? Aytamizmi qiziqqanlarga yo? Shu bozorda. Shu bozorda sotamiz. Ha, bo'ldi bu. Shu yerda sotamiz ya bozorlarda. Yerda mana Pokiston bor ekan, qora hakka bor ekan. Baking bozorlariga. Yerda ham kattalar bor shu. Oqlar bor ekan. Bu necha pul ekan bular? Necha pul bular? 350 ming so'm. Kam bor ekan. Uchiryapsizmi buni? Uchirgan, so'z uchirganingiz yo'q. Hozir uchirgani yo'q ekan bularni. Yerlardan mana ko'ringlar. Hakka. Pokistonlar ham bor ekan. Pokiston bular chachib ketgan bular. Hakka. Bu ham chachganmi yo bular nima bular? Ha? Qanaqa nom? Tepida pastroqi Pokistonda. Ha, bular yangi nima sort, yangi sortlardan ekan bular. Bular necha pul ekan bu yangi sortlari bular? 100 ming so'mdan ekan bular donasi. Bu yerda mana oqlar. Bular ham yangi sort shekilli bular ham mana ko'zlari. De bular qanaqa bular zotlari bular?
Lotlar uçmalar bular. Bular uchma. Uchma. Uchmalar bular. Nomi bormi yo bular chachishgan bular? Yo'q, bular hozir samisli bo'lib ketdi, chachishi bir-biriga ketgan. Ko'zlari qizillar. Paypoqlari ham yo'q ekanda bular. Lekin Uchirgani bo'laveradi. ha, uchirganida bular. Uchirgan nech bo'lagan bular uchmalari? Bular 100 mingdan. 100 ming so'mdan 100 ekan. mingdan kami ham bor. 100 ming so'mdan kami ham. Uchirib ham beraveramiz. Ne soat uchyapti bular? 4 soat, 5 soat. 4 soat, 5 soat uchyapti. O'yinlar qanaqa ekan bular? O'yinlari ham endi bo'ladi. Bo'nayu endi boshlayapti o'yinlar. Endi boshlayapti o'yinlari. Kichkina kaptanlarning gollaridan. Hammasilardanmi? Hammasi o'zimizdan. Bitta mana qizil xatga oqlar bor ekan. Tomonlarda mana bu ham bir chachib chiqqan shekilli bu ham pishmish xatga. Tovot. Ko'ra bor ekan. Buchi bu qizil xatga narim bu? Nar. Nechta ekan bular? Mashina 3 o'yini bormi? Garantiyalari bor. Garantiyasi bor. Nechta bular? 150 ming. 150 ming so'm. Oqnarchimi? 300 ming so'm. 300 ming so'm. Oqlari. Oqlari mana ko'ringlar. Uchirgani yo'q ekan, qiyiq ekan bu. Ko'kchiya. Bilaman. Telefon nomerini aytamizmi aka qiziqqanlarga? Ha, nomer aytamizda. 94 94 404 404 1050 ekan. Novot moda ekan. Bu olindimi, sotilyaptimi bu? Sotilyapti. Nech pul ekan bunda bu Novot moda? 350 ming so'm ekan Novot moda. Novotlar ham o'zi kamayib ketyapti. Chachishib, chanaqa chiroylar ham chiqqan yo'q bo'lsa. Bulardan mana chiqarsa bo'laveradi mana ko'ringlar. Pallari to'zi. Bular qayerdan kelgan bular? Chet eldan maxsus olib kelingan ekan. Bu yerda chiqarish qiyin ham bunaqalarda. Chachtirsa ham chiqib olmaydi bunaqa. Chiqaryapti mana qo'yib ketadi keyin yana 400 hozir. Ha. Buni kallasi bunga o'tib, buni bunga o'tib. Ha. Paypoqlari ham bir tomondan chiqib, bir tomondan chiqib, chiqmay qolib. Bular nech pul ekan bular uchmalar? 100 ming. 100 ming so'mdan ekan bular. Bular bir yosh shekiliga oq boshda oq bor ekan. Juk ekan bir yosh. Boshlar. Bittani songa chachishgani ham bor. Pakinga chachishganlar ham bor. Bitta qoralar bor ekan mana. Bular nech bu bulari? Oqlarni mana akam ushlagan ekan, ko'zlari ko'rpa Mana ko'zlar. Jiyaylari oq jiyak, oq tumshuq, sal ko'kimli bor. Ko'zlari ham oq. Aslan uchadi. O'zi uchirgan. Uchirgan garantiyasi bor. Oldin o'zi uchirgan ekan. Bollar uchyapti. Bollar uchirgan ekan mana kampar. Telefon qilaverasizlar akamdan ma'lumotlarni olib, Telegramdan rasmiy videolarni tashlab beradi akam olsa. Olishlar bormi? Endi yerlar uchmalarda. Bular nech bular 50 mingdan shekilli bular standartda. Ha, standart 50 ming so'm. 12 yarim 5 ming 5 so'm ham topamiz, 5 ming so'm. Yerda mana qora hakka ham chiroyli ekan, chiroyli. Olmaylar. Yo'q, to'xtatdik. Endi sal bugun bo'shovdik, chiqarishni boshladi. Qora hakka, sizni. Bular hakkalar, bu hakkalar. Nech pul ekan bu hakkalar? 200 ming so'm, 200 ming so'm. Uchish qanaqa bo'lardi? Ne soat yuradi? 2 soat tushib bormi bular? Hozirgi kunda bo'ladi. 2 soatda tushib bo'ladi deyapti. O'yinlar qanaqa bo'lardi? Nari turib o'ynaydi, modasi yo'lida o'ynaydi. Nari turib o'ynaydi deyapti, modasi lenta yo'liga o'ynaydi ekan. Uyda ham bormi 2 soat tushadi ekan, o'ynab ketganlardan sotiladi ekan, o'zimiz anjom parodalarda. Qora bakinlar. Qora bakinlar. Bu anjom parodalar yo'q, boshlab xolos. Ular bor ekan, qora bakinlar bor ekan, boshqa. Araga sog' bo'ling. Endi mana Pokiston nima bor ekan?
Masha ham yaxshi narsa ekan. Shunlar ekan-da, 100. Bu narsa so'raganda. Ha, oqlar. Oldingizmi? Necha bo'ladi? 255 mingga olibdi mana. Nar oq ko'z, oq tumshuq. Kampar. Oldik 225 ga. Bu yerda ham mana oqchori bor ekan. Oq boshi moda. Bu ko'ziga qira tushdimi, nima? Parda tushdimi bunga? Parda tushib qoldi. Moda ekan-a bu? Shuni ko'raylik. Modami bu? Nar ekan. Bunday o'xshab ketdi. Xolos boshlandi buni ham. Yetdi mana. Zabaraga sizdan bular? Sizdan? Ha, zabaragamdan ekan. Oqlar oq qo'shdi. Oq moda, qora xakka. Allavosh moda shekilli. Nar nech bo'lmoqlar? Nar 300 ming so'm ekan, nar chiroyli nar ekan mana ko'ringlar. Kamparlar. Pochta nech bo'l? 250 nar bular. Nar ekan bu. Moda 100 ming so'm kam bor ekan. Hakka narmi yo? Moda. Yo moda, mallavosh ham moda. Nar. Nech bo'lar? 100 ming so'mdan ekan ular. Zaman aka, bu narga qiziqqanlarga nomer aytamizmi? Ha. Nechilik telefon nomeri? 93lik 326 03 37 ekan mana. Oqlar so'rayap turganlarga yana chiroylilar ekan. Bola ochgana bo'lar. Ha? Bola ochgana ishlayaptimi? Zaman aka, bu bola ochib ishlayaptimi buni? Ishlagan. Fasamin deb beraverar. Telefon nomeri akalar, qiziqqanlar telefon qilaveradi oqlarga. Yo, ayni ashi bolani topib olamiz. Bu bola Amazon o'zida ko'p chiqadi. Xondisiga qo'yib olib. Bu yerda mana xohlagan turlaringizdan bor ekan. Qizil xayka, oqlar, Pokiston sizi, musha. Qizil xayka. Kimlar ekan bu? Ket. Yo'ldosh ekan bu. Xonga qo'yaman deb ketdi. Xonga qo'yadi yo'ldosh ekan. Pokiston oqlar. Qora xaykalar. 15 minglik kaptan. Shishlar bor ekan. Bu kishmish jupmi bular? Ko'kcha, jup ko'kcha. Alaykum assalom, keling. 5-6 soat ekan, ko'kcha. Bu bola ochyaptimi bular? Tayyor bola ochib ishlayapti bu-ku. Nimaga olyapsizmi? Ha, YouTube'ga qo'yamiz. Beradi ekan mana aka. Yo'q, o'zimizning mahalladan, o'zimizning qo'shnimizdan ekan bular. Nodir aka bular bola ochyapsiz, Nodir aka sizdanmi? Bola ochyapsiz. Yo'q endi. Bu sotyapsizmi? Nech pul? $200 ekan. O'zimizning mahalladan Nodir akamdan. Ko'ringlar. Nodir aka nomer aytamizmi qiziqqanlarga? YouTube'ga qo'yaman-da men o'zimda. 94lik 433 06 07 ekan Nodir aka. Telefon qo'yasizlar mana qiziqqanlarga toza kampar. Nodir aka hech pul bermadingiz buni? Hech pul qilishdi bozor. Endi olibsiz, kelganimda ham ko'rinmadi. 30 beradi. Havo oldi. Chiroyli ekan, asl zo'r par tushgan ekan bular. Bu tomonlarda oddiy kapitallardan derazalar, borilar bor ekan. Do'stlar, bozorimiz Sharxon kabutar bozordan bu tomonga o'tilyapti. Cho'gadaga olmang. Ha, bugun ichim bo'shab qoldim. Bir aylanib so'mka qilaydi. Bu qoralar ekan bular. Nech pul ekan bu qora? 40 ming so'm. Bularchi bular tanlab olishi. Girani 30 ming so'mdan ekan bular.
O'ylanmay, nima o'ylayapsiz? Keldiingizga sotyapman. Sho'rga ekanman. Sho'rga aka nomer aytamizmi? Topib berasizmi aytgan kaptarlardan? Yoshlatmay qo'ydingizmi yo ishlatyapsiz? Ishlanyapti. Ishlagan yo'q-a? Ishlayapti. Necha yil? 94. 94. 105. 105. 62 20. 62 20. Sizni betekda telefon qildi o'chiq ekan deyishdi. Yo'q. Aytishyapti, shu bolaga telefon qilsak nima qilyapti? Menga telefon qilishdi, o'chiq ekan deb telefon qilishdi, shunga. To'g'ri so'rab olyapman. Sharxon Kabutar bozorida bo'ldik do'stlar. Ko'ngil bozoriga o'tibdi. Xo'p, ko'cha tomondan ham olaman. Bugun bu tomonga o'tilibdi o'zi. Undan oldin ichkarida bo'ladi. Terminal bozor bo'ladi. Terminallar buzilib hozir bu tomonlarga o'tdi. Tovuq bozorlar nari tomonda. Hozir mana ko'mir bozoriga o'tibdi. Kelaverasizlar do'stlar. Bu yoqdan bu yoqqa o'tib oxiri joyini topibdi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, like bosinglar do'stlar, rahmat hammaga.